Шинжаң Шахла Халқара Сауда Чекті Şirketi tacdarlığıdaki Toxtuma Toxti filmini көрішіңланы қаршы алымыз. Mezlik bir avatqını nənin ətirki desem, əsli Şahla çaş doktor kende. Bu filmni tövendeki orlama alaydı qoladı. Qutyar Halqara Sauda Chekti Şirketi Qutyar yürüyüş işimlikleri. Ma film heptede birlik qism çıqdı. Çıqıverdiğen bir Qutyarның zəylayipiniz emas bu. Royab Halqara Sauda Chekti Şirketi Royab yürüyüşlük sağlamlıq mahsulatları. Sağlamlığımız ən mühim. Royab həmra hər daim. Pərviş Şahla çaş doktoru da. Körkem çaşlarını teximi asıraydı. Mehirlik qaliblərini bir-biriga bağlıqoçı Şahla çaş doktoru çaş əttir cəvhəri. Şahla. Hey kız bil ko'nglimni bersan, ham rost tur so'zlarimga ishon. Qilmas meni hech kimni santan, bir sana ko'yib chin dedi so'yib. Bilolmadim sababi, bilolmadim men. O'tolmadim ko'nglimni, o'tolmadim ham. Hatim ko'nglim o'tolmadim, o'tolmadim. Toxtuma Toxti filmi her şembe günü yayınlandı. Salon adresimiz Toxtuma Toxti. Toxtuma Toxti filmini en süzük altını görmekçi bolsanız, bu işkilik kortunu skanerlap Subat Abdidal'ın en yeni nüsxasını düşürün. Rastla çempionunu yaxshi ko'rib qolgan bo'lsang, onun oylab kelsang, yengam bilan yo'q yuborib kel. Men ashkasaya urs bilan birga o'ynamdim. U yerda desam men qara. Hammani qilasiz. Ko'ra bag'aya, qandaroq chiqdim. Nima qarayapsiz? Kechiring. Hadi. Bilmem. Bu ko'rinishlar sizga intayin tushuniksiz tuyg'uni berdi. Bu hikoyalarni to'liq tushunmoqchi bo'lsangiz, gapni tunugun shuhrat bilan mening singlim bog'chadan chiqqanki vaqtda boshlaymiz. Ma undidar da'vat bering. Ha, ma'qul. Ko'ra bag'aya, qandaroq chiqdim. Nima qarayapsiz? Hech nimaga. Men sizni sog' salomat akangizni topshirib beraman yaxshisi. Ma'qul. Aka. Vallahi, bekayib ketdim ebe. Yer esa bir kun o'ynagansan. Men bak yurib ketdim. Yerga toma, bo'ldi qat tomog'im degandimi? Chiroq kasaraya o'g'irsin. Xo'sh aka. Ey, siz qaytqash turgan meni Asad bilan deyishilgan ishim bor. Nima deyishmoqchisiz men anglaychi? Voy, siz qaytaverami? Men ayrim deydigan gapim bor. Aka, men vaqirotdi. Yana bir vaqira. Ya sen bilan ayrim deyishilgan bir shaxsiy ishda-ku.
İkimiz deyishgan. Voy, men uchun sening nim deyishganligingga qattiq qiziqmayman. Bir gap batı qara. Men bek oldikin o'ylashib ketdim. Endi to'xti hozir yo'q degina. Men bu uyga yinkirdim. Dey desam, tixi. Demay desam, tixi. Hey, bu tilingni chaynamay, gap bo's qash degina. Qara menda gap. Men to'xti Sodiq uchimiz bil o'tagan degina. Men qarasam bu Sodiq sal bir binormaldek. Мәзәл сән, әгәр мені тәйҗаныңыз яхшылап қарам болса, мен deydim. Dadanға аңғада. Мен бала программасына бек сайлап кеттім. Мені дүниядегі тұтып. Мәйек басам, кәлімді CCTV-ні 6 уақытта шықтысам. Чолпан риясы чолай тұттым мен. Мында қарасам бір xil көңілі yerimdek bir xil turdi degina. Nim bo'ldi desam, demidek. Men qo'yamdim, mында o'ziniki ko'ngli yerim bo'lib qolgandi deb o'ylashgan. Lekin bak Tumars ikimiz rasm tushgan vaqtda qana rasm tushdi. Yaqin tudum-tumda. Quchoqlama, qulog'ni aldingmi mendan? Naqlama ko'ray. Ketdi bu. Yaqin tudum-tumdami? Ya qara. Mana rasm qara. Bu Ya, nima juyitsa bu rasmni? Şükret. Maaşını ikinci demdimi? Bu çıkım aralaş çoğunma. Bir şey kalsın mı gep ha? Hey, bizcu, dostunuz işləyən doktorxanını bilsiz-go? Aş doktorxanının aldığı berib qarab turaylik. Maşqa men barmayman qara, o'zingiz qilib keling. Baramsiz, barmamsiz. Aralashmayli boshqa. Akam aralashmadisizmi, aralashmaysiz. Akamdan qo'rqaysiz, shundami? Voy, akangizni kim qo'rqaydi-ki? Baramsiz, barmamsiz. Maq. Ha, aytib bordigan bo'ldik, ha? Men kechda o'limizning kinosini yana bir qidirib kelibman. Aytib borgan vaqt uchun ikkimiz ham qarab turaylik. Nimada kiyib oldingiz? Shu jim turing. Bu oqamdi bu amalingiz? Voy, oqdi. Cho'qim oqdi. Men topgan amaldimcha chataq chiqmaydi. Bu 3 soat o'tib ketdi. Bu faqatlan bir odam ko'mdi. Ketayli bo'ldi. Voy, jim turing ha. Cho'qim men degandek bo'ldi. Men ko'rgan kinolarning hammasi-chu, işte cho'qim chiqdi. Biroq biz 3 soat saqildik, bu hech bir yo'q. Men menga beray bo'lmasa. Voy, turing. Ana. Chiqdi. Men ne dedim? Ne degandek bo'ldi? Qara. Ketdi. Ta? Qani deyman. O'xshayotganmi qanda? Nima yiqiroq. Bir baqanda. Ne bo'ldi? Eshitma? Bizga ma'ni. Ayaga, sen opam telefon qilmoqdamsa, hamma
Sen telefon qilmaydi deydi. Oldin kunda qildi, bir kun qilmagan qilmadi deb. Sen meni o'rnimda qo'yib, qizni qoldirishga deb. Voy degan, unda deganimda cho'nglar bilsam, o'sha uyda, men esa qorong tushdi, uy kirib qolsam, bir kez uy kirganimiz bu deb. Sevinib qolgandi, cho'nglar emasmi? Tamam. Canki ablaning hammasi mushtaqmidi? Endi to'g'ri tushan. Sen meni o'rganda qilsa. Gap uzun bo'lib ketaman. Telefon keldi. Voy adash yaxshimi? Adash yaxshimi? Voy yo'lda ko'rsangmi ko'rmaslik o'tib ketadigansa teh odamni. Nima gapni qilgansan? Hozir Sodiqni qo'ltiqlab ketib qolmamdan. Ay to'g'ri degna uydaman. Men qo'lim durmut ish turibdi oshxonada, so'limni boqishimda. Ami Sodiqchi? Sodiq xalqniki jibasini tupimada chiqib ketgan. Uning endiki sen emasmi? Nima? Sodiqning qishida qizolar? Yo'q, adash eshitdim demadim. Yo'q, men xato ko'rib qoldim, hech qis yo'q. Yo'q, aniq qilar gapni edim. Adash ma'qul emas, men boshqa kun telefon qilay, azroq ishim chiqib qolganda. Ha, ma'qul, xo'sh. Voy. Lan hiç yok. Qanday hech kim yo'q, bir xil qolmagan. Voy yo'q, hech yo'q. Voy sen nima bunday? Hech yo'q bo'ldi. Men anladım telefondan so'qam boshqarman bilan edi. Voy yo'q, xato ko'rib qolganda u mendan qo'rqmay shunday ishlar qilamda. O'g'il shu so'qam qanday. Lekin Xaqim bekor undoq gap emas. Voy yo'q, aralashmoqda bo'ldi. Voy chiqib ketgan tug'i doktorga bir berib boqsaq bo'lmadimi? Voy bo'ldi, unda qilishning hojati yo'q. Voy ada bo'ldiqlar. Bu men chuqum meni qilayman. Men berib boqay-a? Ay bo'ldi. Bo'ldi. Oğlum, yürekning, menining quvvati nada? Mana mau yerda. Kanada Jameson yurishlik mahsulotlari yurak menga sog'lomligi uchundir. Jameson yurak mengi yashartish mahsuloti qon tomirlaridagi axlatlarni tozalashga, yurak harakatini yaxshilashga unumi ko'rinarli. Bo'ldi. Topdim. Nimaga? A tarafga. Raspamga? Ha? Raspamga? Shunga? Bilmadim, endi qitim qarab boqayli. Endi tutib oldim. Siz kim u? Nima o'xshashga qilsiz? Yen men do'ratsiz-ku? Qarang. Tutayli. Voy yana siz-ku? Bu yer nima ish qilsiz? Bu sizning nimangiz? Nima do'raversiz? Siz do'rasiz. Tayoqdan gapda agishgansiz. Qizonni men ma'lum. Qarab beqamasiz nazarda. Mendan nacharlik qildi. Siz zadının nimesi? Sodiq mening yeznam. Sodiq mening og'inam. Sodiq mening ayolning ismi Sodiqmidi? Ha? Ay siz ismini bilmay turib nimachalar kuchaysiz? Qizlar yo'q turdi. Qizlar yo'q-ku. Qo'ylayli. Adash. Men nim dedim, mening o'ylig'imdek bo'ldi. Siz emas. Adash, men bir uqishmas qilib qo'yapman, gap. Emas, men kuyga kinolarni Adash, men ishni bir ini qildim, zan men shuni tushuntirib. Adash, men keyin desam, men ish bika yo'g'inab ketaman. Yaman qalayman qolib ketdi. Men keyin tushuntirib, bir tushuntirib, gap qilasan. Aka, siz benim chiqasizamda. aka siz nima ish qilyapsiz? Keyin deb berasiz. Nimani keyin deb bersiz? Adash, tushuntirib deydi bo'ldi ishlarni. Kepim kirib. Odamni 100 kilo olamsiz aka? 100 kilo olmaydi, men sizni shunchalik deb qo'ydim. Ko'rganlarimni olmaysiz, o'shma? Yo'q, bu yerda cho'qim emas. Qanaqa qilamiz? O'z ko'zim ko'rdim. Turgizsak aralashmagan degan bu ishqa. Menga aralashmaydim shu sen. Bu kichik bo'lsa, sen bu ishlarni tanganda. Bu ishlar o'ylagandek emas. Berib kelgin. Nega aka
Bas, bu neyge barısız? Neyge barısız? Aka, siz müştaksındınız. Olmaydı aka, bana düşendir. Bo'ldi! Hadi. Boşlanam sırasıma. Ben sizi keyin tushundiray. Agar hozir tushundirmay ketadigan ishingiz bo'lsa, menga tushundirmang. Bu ishlarimiz mishada oxirlashsin. Kechiring. Hadi. Hadi neyge? Hadi neyge mangıl? Hadi. Hamda razı olunlarmı? Sen erişmek olan netice müşma? Adashmalar dedim bu işe. Unustuk bu işle oylaganda günah emas. Şu adaş şu zat neymiş bo'ldi şu? Qaysi kunimiz bog'cha uchrab qolgan kuni To'xtama to'xta filmimizningki 8-5 qismi chiqqandan keyin nurg'un yaxshi inkaslarni topshirib oldik. Bizni qo'llagan barliq ko'rmanlarga rahmatimizni bildiramiz. Shu vaqtning o'zida bizningki qiyinchiligimizni his qilgan, bizning eng chong qo'llovchimiz Shahla shirkatimi bizni iqtisodiy jihatdan texnik qo'llaydiganligini bildirib, Shahla chash doktorini hamkorlashib setilish faoliyatini yana bir qitim uyushtirganligini bildirdi. Hamda oldin qitim sistem sababidan ba'zi xaridorlarga biz qulaysizlik yetib keldik. Buning qatta bu so'raymiz, bu qitim sistema texnik mukammallashtirildi. Bu faoliyatning shakli bo'lsa, ya'ni oldin setib olgan 100 xaridor 58 yuandan, 100 dan 200 bo'lgan xaridor 48 yuandan, 200 dan keyingi barliq xaridorlar 38 yuandan setib oladi. Hamda setib oluvchilarning soni 200 ga yetgandan keyin oldingi 100 dan ichidagi xaridorning 20 yuan puli, 100 dan 200 gacha bo'lgan araliqdagi xaridorning 10 yuan puli qaytarilib, hammalar o'xshashlam 38 yuandan setib oladi. Ya'ni asli bahsi 88 yuan bo'lgan Shahla chash doktorini 38 yuandan setib oladi. Hamda Shahla shirkati bizniki mana shunday qiyinchiligimizni tuqqandan keyin shunda az bo'lsa iqtisodiy jihatdan bizni qo'llaydiganligini bildirdi. Hamda shu faoliyatdan kirgan kirimni bizniki filmni suratga ilishimiz uchun ishlatishga beradigan bo'ldi. Albatta jamiyatda bizdimi bakrak qiyinchiligi bor, kishilar nihoyat ko'p. Shuning uchun bizmi shu faoliyatdan kirgan iqtisodniki belgilik bir qismini shunday jamiyatga ehtiyoji bor, yordamga muhtoj kishilarga iyona qilmoqchi. Hamda Shahla chash doktorini tanlaganınız, shu chechingizni asirganingiz, hamda to'xtama to'xtini qo'llaganingiz bo'ldi. Albatta biz endi majburiy satsak bo'lmaydi bu maqsadni. Shuning uchun ehtiyoj bor ko'rmanlarga tavsiya qilamiz. Hamda sizning ehtiyojingiz bo'lsa, chechingizni asirgan bilan bir vaqtda bizniki to'xtama to'xti filmimizni texnik qo'llashingizni umid qilamiz. Ham bu faoliyatningki qatnashish shakli bo'lsa, nihoyat oddiy, ya'ni salon izlash adresiga shu Ünlülərninki salon izləş adresiga Shahla Bazar və yoki Shahla deb yozsangizlar chiqadi yoki shu ekrandagi salon ismini kirgizsangiz bo'ladi va yoki ikkili kodni skanlash orqali salonga kirgandan keyin salonniki eng asli o'ng tarafdagi hamkorlashib setilish degan xatni besib ichga kirgandan keyin setilish degan rayondan setib olsangiz bo'ladi. Bizning qo'llig'ingizga rahmat, davomli qo'llashingizni umid qilamiz. Rahmat.
qilsin. Hecham ketqapti. Shu men aşağıda o'ylagan qo'zam yuna alırdı. Ya tushmaydi. Yegan bittasining tayini yo'q. Mushbet ketinglar, ishsiz qolmayman. Ruhim chiqamaydi meni. Uma. Buni buğanın faydası yo'q. Erkek qilganning faydasi yo'q. Buni yumshatmasa bo'lmaydi buni. To'xtatda, ha? Qara. Bizda mana ro'yapniki Sabira qavziyat kapsuli bor degan. Mush kapsulni yeysan, mushunda shu qavziyatga yo'g'lanib ketgan qo'sqonni yumshtirib, kichiktirib, kichiklik zarni pakiz haylaydi. Lan mush ish bo'ldi. Bu ishsiz qolmayman. Kunda bir vaqt 3 ta yeysan uni. Mana, bo'la. Chaqqa mush ishsan, hamma o'xshaydi mana. Qiziq chiqmoqda adash. Voy, bo'ldi yana qancha qiziq yer chiqsa bo'ldi. Ya adash, mashqni ko'rishga cho'qim bir qiziq yer chiqmas bo'lmaydi. Voy, qara, biz degan hikoya film, yumor film emas. Ya adash, hikoya film degan gapni ben chiqib ketdim hozir. Hikoya film degani bilamiz emas. Meyli cho'qim qiziq chiqmas bo'lmaydi hozir. Haqni talabi shu hozir. Haqqanda talab chiqsin. Yumor film tartganlar nurg'un odamlar bor. Shu kim ko'rsin. Biz hikoya film bo'lgan hikoya yumor uchun xizmat bo'lmaydi. Ya unda desam bo'lmaydi qara. Hozir ko'pchilikning miyaga qo'yayotgan talabi shu. Har nega qilsang shunda otadi adash. Bo'ldi, meni biz cho'qim meyli komediyalar qilsak. Yinik komediya bizning degan bo'ldimi shu? O ada yinik ig'irni emas emas hozir yinik desammi? Ben özellikle çıldırmam. Ben sınavsız bilgini almışım gerek. Ya adaş, Ritsor ahirki nersi çıkırdı. Ha? Ya adam meyad Ritsor'un gip bolsun adaş, manda kılsa. Hadi kan tarashmaydi. Her qit mashta qilsan kasan. Hey, bunda qildi. Kimga mukofot chiqsin gap yesa? Acha. Ha. Men degandek bo'lsin. Siley. Ha. Ne qiladi? Achchiq yemaydi. Bular. Ya chiqdi. Ya chiqdi. Hey. Sizlar bu Qutyarninki mukofot chiqishini kutib yurishganini uqmaysizlar? Bunaqa qilsa, bundoq o'yin salonida. Sadiqning nimasi? Men çok Sadiqning yezdim. Kimda feyz var? Sadiqning yezmisi. Hey! Hop! Vallahi. Şemeli de köyü. Sen de baba. Git yazın mı? İşte sizin ait düşüncesi bir tuyg'uni berdi. Lekin bu shaqi deb shaq. Mashkin bitatib qiz shoq. Voy, bu diyakam, unda qilma. Voy. Nima sen? Deytsem. Deytsene. Salomat bo'ling. Ishni qaram, bunday oldigan o'ylab ketdim. Hamda o'g'il Filmimizning oldin qismlarini yuqori aniq nusxasini ko'rmoqchi bo'lsangiz, Subat FM appitali aynak ekrani to'lim tori karvan torini ko'rsangiz bo'ldi. Hem tövendeki torbat ve salonlarga rahmet etimiz. Uyghur televiziya salonu, müzikat salonu, Erenbağ salonu, Bahçıvan salonu, Xalqim 3 salonu, Turza salonu, Menşema salonu. Bundan başka yana Yumurcan salonu, Sahavetçi salonu, Kuşlan salonu, Romantik salonu, Külk Tor salonu, Şirza salonu ve Nur Tormu rahmet etimiz. Hem de izchil turda bizning filmimizni tarqitib kelayotgan biz xabarsiz qolgan har qaysi torbat salonlarga rahmatimizni bildiramiz. Filmimizda har qaysi torbat va salonlarniki o'z oldiga tortishiga ruxsat